Toshkent vaksina va zardoblar ilmiy tadqiqot instituti tashabbusi bilan dunyoga mashhur ilmiy platforma JOV, ya'ni Vizual tajribalar jurnalining Qozog'istondagi vakili Azgi Almamedova institutga tashrif buyurdi. Tashrif doirasida qozog'istonlik vakil tomonidan JOV platformasining imkoniyatlari, unda maqola chop ettirish tartibi hamda xalqaro ilmiy hamkorlik istiqbollari yuzasidan taqdimot o'tkazildi. По-моему, вы можете делиться своей статьей, которую вы опубликовали бесплатно, только автор. Вот именно статьей. Есть преимущество для автора, то, что нами пользуются 1800 университетов, в основном всегда ученые, когда видят что-то такое инновационное, они напрямую начинают с вами работать, делать коллаборацию, могут прилететь. У нас очень много есть примеров, где и Гарвард, и Кембридж, и они вместе работу сделали. Потом их приглашают на разные конференции, форумы, вебинары, они действуют у нас всегда. Mazkur uchrashuvda Toshkent vaksina va zardoblar ilmiy tadqiqot institutining bir qator ilmiy xodimlari ishtirok etib, JOV platformasi orqali o'z ilmiy ishlanmalarini xalqaro miqyosda keng yoritish va targ'ib etish imkoniyatlari bilan yaqindan tanishdilar. Ayniqsa biologiya, farmakologiya, tibbiyot va kimyo sohalarida maqolalarni interaktiv, vizual va tushunarli shaklda chop etish bugungi zamonaviy ilm-fan rivojining muhim omillaridan biri sifatida e'tirof etildi. Ma'lumot o'rnida JOV bu ilmiy eksperimentlar va nazariyalarni video tasvir asosida aniq va tushunarli shaklda taqdim etuvchi birinchi xalqaro ilmiy jurnal bo'lib, bugungi kunga kelib 1800 dan ortiq universitetlar tomonidan faol foydalanilmoqda. Toshkent vaksina va zardoblar ilmiy tadqiqot instituti mazkur tashrif orqali o'z ilmiy salohiyatini yanada mustahkamlash, ilg'or ilmiy jurnallar bilan bevosita hamkorlik o'rnatish hamda xalqaro tajribani keng joriy etish yo'lida navbatdagi muhim qadamni tashladi.